Muhammed Yusuf Karım bilen Ustaz Obul Qasım Ahmedi bizim bugünkü Nahmeydan programımızdaki mimini. Programımızın temisi Aldan qatta Türkiye neşr qilingan Qur'oni Karimning yeni avlod tercümesi to'g'riliq bo'ladi. Men o'zimning chog'imning yetganicha ustozdan o'sha tercüme to'g'riliq savollarni so'rayman. Agar sizlarning bu fikrlaringiz bo'lsa, imkon shaklida qo'yib qo'ysanglar, birlikda so'rab şu tercüme jarayonidagi riyozatlarni birlikte hacimning çeken cefalarını ko'rib chiqamiz. Hammamizniki o'zimiz tushliq bir shundan Qur'oni Karimdan bahra olishimizga Janob Alloh nasib qilsin. Amin. Ana shu ustoz oldi bilan sizlar o'zlarini qisqacha tunishtirib o'tgan bo'lsalar, Muhammed Yusuf kim? Gerçi biz sizin eserlerini yıllardan bu yan körüp okup kelyapmiz. Aslında emas 20-30 yıldan bu yan chet elda yaşap turib, yenila o'zi yaşagan davlat arabcha yozmay, yana shu bizning xalqimizni o'ylab, shu Uyg'ur tilida qanday qilsam ravon shaklda Uyg'urlarga islom dinini eng saf shaklga yetkazman degan bu niyatlarni, xolis niyatlarga biz ishonamiz. Shunda tirishchiliklar bor. Sizlarni şu vatanning nima tug'ilib o'sgan qisqachalar şu terjemalarni deb bergan bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rahmet Allah razı olsun. Ben 1968 yıl tug'ilgan Keriya nahiyasida 85 yılı birinci qıtım Keriyada o'sha yoshlardan bulab Qur'on Karimni xatmi qilgan jamiyada Keriya jamisida xatmidan o'tgan. Shundan keyin 86 yılı dadam meni shu hojilarga qo'shib qo'ygan yeshim kichik hojilarning eng kichigi bo'lib shularning orqasidan ashlarga ergishib chiqqan. Makkada hajni tamomlagandan keyin Misrga ketgan. Misrda Pokiston tarafdan va Türkiye tarafından kelgan Uyg'ur qarindoshlarimiz ekan, ash qarindoshlar bilan birga 86 yili Misrga ketib, u yerda tuluq o'ttir maktabni, tuluq o'ttirini ashada bitkizgan bo'ldik. 4 yillikni 3 yilda musobaqa qilish orqali saboqlashim Abdullahat Hofiz bilan. Undan keyin Azhar universitetidagi shariat va qonun fakultetiga kirib 4 yil o'qidim u yerda. 93 yıl o'qish bitirdik. 93 yıl o'qish bitirib, shundan mening maqsadim ash vatanga qaytib ketish, vatanda xizmat qilishdi. Vatanga borsam, qarasam o vatandagi bizning tuqqanlarni qo'qdi, atrofda menga maslahat berganlarni ish qilib siz yana bilim oshiring yoki sirtga chiqib ish qilib chiqiting dedimdi. Shunda qilib majbur yana sirtga chiqishga to'g'ri keldi. Chiqib undan keyin shu Qozog'istonniki Almatoga 60 kilometr ketgan yerda, yani Yipak yo'lida, Yipak yo'lining bo'yida aşağıda Isik degan bir shahar var. Aşağıda arab tilidan muallim bo'lib 7-8 yil, 10 yilga yaqin aşağı turdim. Shu jarayonda Uyg'ur jamoatchilik bilan bak tanishdim. Qarasam, yerdagi e'tiqod masalasi haqiqatan bak chekinib ketilgan, ammo milliy g'urur jihatda, vatanparvarlik jihatda u yerdagi Uyg'urlar hakikaten ügünüşki tegiştikken naite bek cık təsiratlarını kaldırdı. Ama dinden ola bek akıda kaldırırken bu Sovet ittifakı olanı. Şunda kılıp bununla bir nesi yeziş gerekken de şu çağda komünizm tuğu dep atıldığan bir gezit vakıya 70. yıl çıkan. Keyin Qozog'iston mustaqil bo'lgandan bu gezitning ismi Yangi hayot bo'lib o'zgardi. O'zgargandan 90 yilları o'zgargan chaq ekan, men 95 yildan boshlab 95 yılın 5'inden başlap aşı gezitqa birinci qadım tunchi qilib aşı gezitqa Bismillahirrahmanirrahim deb dini maqal yazıqı başladım da. Şundan keyin bu gezitlar normalde bu gezit degani mescitga akirish deganmi? Hech qanday yerda bir gezitni mescitga akimaydi qo'yamdi. Aşağıdaki Uyg'ur jamoatchiligi bu gezitda muhimda dini matra dini narsa yezib to bakan deb gezitni mescitninki mutavallili mushtari bo'lib o gezitning bozor texmi chiqatdi. Chiqatgandan keyin ular siz haftada bir qatam emas, 3 kunda bir maqola yozib bering deb qistab ashunday
maqola yozg'iltirdik. Keyin yozgan maqolalarimni 2 tom qilib ular nashriyatdan besib to'plab berdi menga, uni qilib berdi. Chiqib shu 2001 yil qaytib kelguchilar, Saudiyaga qaytib kelguchilar 7-8 yil shu maqola yozish nimaga birish bilan shu 2 gazetga bir yana Uyg'ur ovozida bu Slaviyancha chiqadi. Yangi hayot degan bizning vatandagi bizning arabcha yoziqimiz bilan chiqadi. 2 gazet shundaqdi. Endi hozir yangi hayot tugab ketdi, Uyg'ur ovozi bor. Uyg'ur ovoziga hozir binasi avatib turyapmiz ish qilib. Shunda qilib 2001 yilga kelganda men Saudiya Arabistonidagi radioni taraqqiy qildirish uchun mishadagi hamsharlar shu meni taklif qilgan ekan. Shuni bilan kelgan Saudiya Arabistonga, shu hukumatning chaqiriqi bilan kelgan, hukumatning kapolatida. Ayni qilib hozir shu Türkiston bölümüde rektor, diktora ve reis kısım bulup işlep kilovatım şu bölüm başlığı bulup işlep kilovatım hazırlayacağım. Endi sizlar asli kesiplemez de hemimizin hayatta bir meşgulatımız buludu. Çünkü dünya kelganimizken bizden halaldan rizqimizni yeyishimiz için bir işlerini qilishimiz kerak endi. Yani sizler to'g'ri, albatta bir kasb bo'lishi kerak. Emas, sizlar mening bilishimcha sizning zihinlari beklaymi shu bizning xalqimizni qanday qilsam Qur'oni Karimni ro'yidan tunishtiraman, qanday qilsam Payg'ambar alayhisolamningki chiroyli shunday sunnatlar bilan tunishtiraman degan mushu idin markaz qilgan maqolalari nayjiq chiqibdi. Hakikaten sizningki bu tirishçiliklara men her vakit hürmet bildirip Irak'tan şuna kilelikendi. Cenab-ı Allah size oklarım şunda dini sahada yaxşı okugan karandaşlarımız tekrar köprek özümüzdeki Xitay hükümeti hazır yokutup etişqa tirişilatkan ana dilimizde köprek yazmalarını yeziş arkalık hizmet kılışını ben her vakit tileyme. Çünkü ben özüm Finlandiyada yaşayman. Bu Finlandiyada Finlandiyada özümüzdeki bularınki bunda tilimizi pek konuma emas 500 yıllık til ötmüş var da bularının tunca şu Fin tilini tunca yazmış şekilde ekege adamın üzümü şu bir Hristiyan popnozik yani şu Luterian mezhebinde Germançadan Finçige İncil'i tercüme kılarken. Şuradan bunu devamlı her yeri esnedi. Şu aşağıda Fin şu milletçilerimi muşu adam bizimki şu Fin tilini tunca bizden yazım şekliyle ekleşik sebepçi oğa hizmet kılgandı. Hem de aldı yine Xitay hükümeti 2 yılın yankı bizim vatanımız Şarkı Türkistan'da Uygur tilimizni tamamen mekteplerden çıkarttı. Resmi yezişmelerden bunu kaldırıverdi. Bunun bilen yetilmegen Xitay hükümeti mana hazır bizning Uygur tilidagi kitaplarimizni ujurtiryapti. Hazır navbatda bizim şu chet el yaşayotgan xususan şu kalem tevritadigan sahadagi kishilarimiz mayli dini sahadagilar olsun, mayli fenni sahadagilar olsun bizga tushgan vazifa şu burun nashr qilingan kitaplarni iloji va xalqimiz orasida saqlab qolish. Buni mesela Uygur kitap men hozir Atabullah Qarimovdan rahmatimni bildiraman. Nəhayət qattiq tirikçilik bilan yaqında bu Uygur projekti Erkin Sırkan'ın köp hissesi var. Şularning iqtisodiy yardım bilan bular bir cho'ng projeni maydonga chiqardi va bizga xalqimizga Uygur maqolalar anbuni sundi. Bundan burun nurg'un kitaplarni bizga Uygur kitap to'rida, onun başqa yangi kitap to'ri va onun başqa nima yeni bir el kitap degan hammasini qiyin ahvol qolgan vaqtida Uygur projekti bir iqtisodiy jihatdan nima qildi? Qo'lladi. Bundan keyin yana xalqimizning qo'llashi to'xtab qolmasa, ash qarindoshlarimizni o'zininki bir kishilik hassasini qo'shib, bu oson emas ular uchun bu. Davomlashtiruvchi programmamızın temasini men chetdan ketmay, endi sizlar bugungi temamizning asosiy mazmuni
Kur'an-ı Kerim'ninki yeni tercümesini işleş meselesini şu etti. Bu tercüme ilan kılıngandan keyin men bu da okup çıkmadım ama sizler bir 2-3 ayın aldıda tarqatqan tefsir müyesserini men bir qo'shib tushunib chiqdim. Onunla başkandı biz hemen tunca 86 yılı Xotenga o'qish kelgan vaqtimda medresega Muhammed Salih'ninki o'sha Uyg'ur tercümesi chiqib ekan vatanda. Chiqqan vaqtida biz endi shu Beden Esadikallah'dan tortib Zarebe Arabchisi, Ziden Farchisi, bununki Türk soqmaq deb o'rgatibdi bizga. Men Chiriyaning Nurida o'qigan medresada. Biz o çağda Uygurca degan gap yo'q. Türkçe deb olib endi. Bu qanday gap deb qildi, keyin aqlimizni topsak, o'sha ularninki urmoq degan Türkçe degan o'sha Uygurcha ekan endi. Uygurcha degan gap ekan. Ha, Uygurcha degan gap ekan. Shuning bilan bu Xotanda Mehmet Aliyan Xalbitem'de okudum. Abdullah Hamasi Macim'da. Keyin Abdülbazar'cım Gumudiki. Mesela. Aşola hemmisi xususan şu Abdullah Bazar'cım bilen Gumudiki. Şu Abdullah Hamasi Macim rahmetli ikisi. Bu şu ana tilde bir narsa yazışına qattiq rag'batlantirdi bizni. Hatta men şu Ruhuddin İslami'ni Abdullah Hamasi Macim o'qigan vaqtimda shunda shu ifodalash shaklidan aytdi. Menga ta'sir qiladi, adabiy til tarjima qiladi. Keyin biz chet elga chiqib ketgandan keyin bu kitob o'zi tarjima qilib ketgan Mahsun Kumash kitobni. Ruhuddin İslami'ning tarjimasi bor chet elda. Chet elga chiqdi shu vaqtda men demakchi o'g'lim Muhammad Salihning tarjimasi nashr qilingan vaqtida aytdi, jiq odamlar buningga qarshi do'lg'in qo'zg'ab, bu qanday bo'lib Qur'oni Karim degandan qanday bo'lib Uyg'urchaga tarjima qilib bo'ladi, uni Uyg'urcha tarjima qilsa bu o'tdagi odam o'z bilganicha tushunmamda, u deganimda bir shu nimadagi Imom Ahmad tafsir qilib tushuntirgan narsasi qanday bo'ldi deb bek qarshilik uchradi ekan. Hatta shu Muhammad Salihning tarjimasi kutgandan keyin Qur'onning oxirida nurg'un vatandagi mashhur ulamolarımızın bir imzosi bo'lgan. Bu endi ne kadar Xitoy hukumati o imzoni qo'ydirishda ne kadar nimasi bor uni bilmaymiz, ammo shu ulamolarmi aş tercümenin kürep, nurgulları, belki imzanı at kurulmayı, aş imza etiş için nurgul hizmette işlenir. Şunu olmuş, Abdullah Hamasi Macim'nin olmuş, şunda bazı hissini bağlılığını anladım ben çok. Kaşgar Atay'ın yüzü verip, kanda kısa kılıp, bu Kur'an-ı Kerim'in tercümesi bir halkımızda yüz kürüşçeydi. Şu vaxtında ben de ne ayette, cık elemle bu tertişamal peyda kılıp, karşı çıkan hem de. Karşı çıkan bolsun mu, gerçi Muhammed Salih'cim bir Mersin imam emasdi, ama Beyjan'da o'qib, keyin İslam Xitoy hukumat qurgan İslam sho'yandagi müdürlar ishlab degan bo'lsa-mu, ammo bir qalbida ixlos bo'lg'achqa qanday qilsam o'sha Uyg'ur ana tilimizda xalqimizga o'sha diniy sohada xizmat qilaman deb haqiqatan bizga bir yo'l ochganda muomasalardan. Ularga kelib tarjima qilib bo'lgandan keyin dini ato qilarmi, nurg'un qiliblashgan bo'ldi. Men shunday deb o'ylayman. Xo'sh. Keyin endi bunun qarshi chiqadigan odam ozlab ketdi vatanda. Qarasak, Muhammad Salihning tarjimasidan nurg'un bizning vatandagi ziyolilarmi Qur'oni Karim tarjimasidan foydalanib, hatto shu diniy sodiqlar bilan o'xshashamaydigan odamlarmi Xitoy hukumatiningki besi taqatgan bu Qur'oni Karim tarjimasi orqali tunishib degandek yaxshi foydalanib degan endi. Keyin ikkinchi qatim bu Xitoy hukumati 2012'de ma tercümeni çıkardı. Sizler bunu yakacağını bilirler. Endi bu tercümeni çıkardığı vaxtda bu men tül inkaslarını şu vaxt tartib böyle torlarda uçarlı qilib uçuqda muhazir edişir. Bu tercümede şu Rabbul Alemin deganini tercümede Pervişkar deb bergan tercümege bo'lgan itirazını ko'rdim, ammo onun başqa bir tutama çıkmadan bir itirazı kürep bakmadım. Fakat lan karşı çıkanı insanlar okuyor. Bu qanday nima bo'lib bu ikkinchi qadam tercüme chiqib qoldi. Muhammad Salih'ninki birinchi qilgan tercümesi tutsa, nima kerak bo'ldi deb savollarni so'rab ekan. Keyin endi Enes Azimkan bir tercümeni chiqardi. Endi to'rtinchi bu sizlar tercümeni ishlablar.
bu tercümede benim kulağımı tegmedi ama nəhayət yaxşı inkaslarını oxudum. Nurgun yaxşı niyetli qarindaşlar suyunubdu. Çünki benim bilişimci hazır Türkçüdüm o. Bir 30, 300'e yakın tercüme varken Türkiye Türkçe'de. Şu Osmanlı'nın en ahirki vaxtlarda o Kur'an-ı Kerim'den tercümesini işler vaxtıda nurgu adamlar bunun karşı çıkarken Türkiye'de. Hatta Türkiye'nin ki İstiklal Marşı'nın yazgıcısı merhum Mehmet Akif Tonyaka'dan Kur'an-ı Kerim'in tercüme kılıp boğandan keyin bu adam bazı adamların ki yaman niyeti var bu Kur'an-ı Kerim'de buyurutup tercüme kılan bir nima var. Cumhuriyet yeni kurulup İslam dinine bir Osmanlı'yı yıkıp etken boğanda Osmanlı'nın nurgun nesler buna karşı çıkan da öz vaxtıda. Aslında kandıkken bu adamın niyeti yaxşı emasken ben bununla lahşıyı bulup vermeydi. Mehmet Akif Kur'an-ı Kerim'in tercümesine köyde etkenlik bir rivayetler bağlandı. Bunun ne kadar doğru ne kadar hata o ayrı mesele. Keyin Türkiye adamı hoşunda kalıp Kur'an-ı Kerim'in tercüme kılmaz dolkuna ne kadarcık adamın tarafinden kütürülgen olsun o insanlar hazır bunu Türkiye normal ahval aldı. Normal ahval. Cık tercümeler var. Bir tercümede ifadelenmegen bazı nersini yeni bir tercümede seleştiriş arasında insanlar bunun faydalanırken elbette hem de Türkiye adamı doğru niyet bulmagan adamın tercümeleri var. Yani onun niyeti qandaqdı Kur'an-ı Kerim'in tercüme kılış emas, onun niyeti özününki demekçi olan fikrini sözlük veriş niyetin var adamı var. Çünkü ben Finlandiya'da bir tercüme gibi baktım. Finlandiya'da bu Kur'an-ı Kerim'in tercümesi var mı o da kelgen vaxtım tutup izlep kılsam 1964'te, yok 1944 ekan. 44'te çıkargan Tatarlığın bir Finç tercüme var ekan qarasam. Bu tercüme nəhayət yaxşı çıxıqlı ekan. Keyin bu tercümeden de kim tercüme qılıp bu adam pek tulu söz çıxıb qılsam, bu tercümenin adamı Tatar adam bir Fin adamı tercüme qıldırıb bunu. Puldurup tercüme qıldırıb öz namını bastırıbdı. Bunu tercüme adamı Müslüman emas. Lekin nəhayət Fins özünün arasında olğandakin ərəbçi puxta bir Fin ekan. Hazır Finlandiya işkidarının Kur'an-ı Kerim'in tercümesi var bizden bilişimizce. İkinci sandım şu Helsinki Üniversitesi'nde bir profesör. Bizim Müslüman emas. Bu Orientalistan bu adam. Bu Kur'an-ı Kerim'in tercüme kılınır. Bu tercümeler de qarasam məşqlər var Finlandiyada bu. Çünkü ikinci bir Müslümanın ki tərəfindən tercüme kılınmagan bolğan ekan. Yani insanlar qanaqlar olsun, bağ qanaat qılıp andın yaşarlar. Hem de size Allah razı olsun. Biz Uygurlarını saklap tuğan biz hem de biz Müslümanlaştıkımızdan biz Cenab-ı Allah'a işengen olsak biz Kur'an-ı Kerim'den berhak kitap hikayeyle işengen olsak biz bu arkalar milletimiz saklayla işengen olup onunla. Biz iki dünyalık bizden bəxsatımızın açıkça bizden yaratışımız olgan bizdenki minnettarlığımızın ki sebebini biz bu kitap işendik ama bu kitap işengenliğimiz tüfeyle Uygurlar min yıllardan bu yan nurgun afetler yoluqtuq. Xitay işgaliyeti biz gerçi 70 yıl diyen olsa mı onun durumu açın, mençin hususlarlısı vaxtını tadı ben de nurgun işlara duş geldik ama şu vaxtında bizi saklap kalan nersi ne dese İslam dini. İslam dini hem de size Getnon Toşkisi bu Kur'an-ı Kerim'in 4. evlatını size vücudu çıkarlar. Vücudu çıkargan mümkün hem de sizin köngüllerine rencide tıkan bazı gep sözlerini ben orada gördüm. Ama bununla pek ben buna ağzımı hep otlamayım. Ama %80 adam nəhayət qollapdı. Allah razı olsun. Bu tercümenin onu paylık taraflarındaki yaxşı nilkellik hem hem de Uygurlar itiraf kılan Ülemalar Cemiyeti var. Hem de Ülemalar Cemiyeti'ne yaxşı ki Məxsum Hacım Kəm rəhmətli qurub diken aşını qumağın olsun hazır qançılık Ülemalar birisi o yaqtardı, biz bu yaqtardı qanda bulab gidedik hem de. Bu bir sistemelik bir iş bularlar. Hiç olmasa Uygurlarına menfaat için andın bir avaz bir yanına kol çıkarılan bir uyuşum var da Ülemalarınki. Hem de bu eserine şu Ülemalardaki qarindaşlarımın körep çıktı dep oylayman. Bu eserler ro'yobga chiqibdi. İnşallah xalqimizning dinimizning texim yaxshi tushunishiga turtki bo'lsa, hamda sizlar qanday bo'lib bu sizning burunmu
Üçten tercüme sınıf olurdu bana bilmem. Pulsar sizler bunu hem de kandak yani bir kandak bir his duygu bilen sizler bu tercümeyi başlarlar. Eşeğin bir tanışsasın. Hoş merhamet. Bu gapninki beshiga kelsak, dunyoda har qanday bir ishni qilish uchun bir turtki bo'lishi kerak ekan. Masalan, bir odamninki tomoq yeyish uchun qo'soqning ichishi, qo'soq ochgandan keyin avtomatik tomoq yeydi endi. Shunga o'xshash bir narsa bir turtki bo'lgan insonning hayotida bir arzu armon bo'lmasa, o insonning boshqa jonliqlardan bir farqi qolmaydi. Uning bir arzu, bir plan, binasi bo'lmasa hamda. Yani bir Türkiye insanın ko'ngilda bo'lgan aslında bir Türkiye her qanday ishni insonga qildirdi ekan hamda. Endi buniki men kichik Qur'on yodlayotgan vaqtimda mening ustozim Qur'onni yodoltiribdi. Nihoyat chiroyli o'qiydi, shunda yaxshi o'qiydi. Tajvid qoidalariga rioya qilib yodoltiribdi, ammo o'zi ma'nosini bilmaydi, o'zi olim emas. Ben şu çağda muşu Kur'an'ı yadlavatma ben kaçan bunun ma'nosini bilaman deb bek arzu qilatdim shuncha-da. Shunda bir arzuyim batdı. Keyin men bu Qur'onni yodlab qilib 85-yili Noida jamida xatmini o'tab qilib, undan keyin bir kitob o'qishga dadam meni bir olimga olib berdi. Shu chaqda bizningki ustozimiz naytda bizning Keriya bo'yicha naytda dangliq olimdi, haqiqatan yetishgan olimdi. Shunday turib bir kuni bizga o'sha Sura Kahfiniki qissasini jumakilikda so'zlab berdi-da. So'zlab berganda biz qattiq ta'sirlanib ketdik. Onunki bizning cho'ng taliblar, "Voy ustoz, bek yaxshi bo'ldi. Siz Qur'on Karimning tafsirini bizga har hafta bir kun bo'lsa qilib bersiz bo'libdi ekan." dedi. Ustozimiz tafsirini o'rgatdi bo'lmasa, tafsir Jalolaynni, tafsir onundan başka tefsirlerini ügütüdü bo'lmasa, ügütüp durup tefsirini bu da cemaatga yoki o'quvchilarga tefsirini qilib bermaydi-da. Tefsir qilib bersa desa, ustozim, o Qur'on nerede, men nerede? Men qanday tefsir qila olayman? O gapga meni taklif qilmanglar. Meniki bo'yimdan oshadigan ish o. Meniki kuchim yetmaydi uningga deb shunda dedi-da. Shunda dedi men hayron qoldim. Bizim Keriya bo'yicha eng katta olim degan o'sha olim Qur'onga mening tishim yetmaydi desa, bu Qur'on o'qish uchun tushgan kitob deydi. Cho'ng ma'nosini bilmayman endi. Amal qilish uchun tushgan kitob deb shunda oyatlar bor ekan. Lekin endi bu o'qish uchunlar faqat ayda takchiga olib qo'yib, nazariyatlarda o'qib, xatmalarda o'qib, munda qilish uchunlar nozil bo'lgan kitob bu deb kallamda shunday bir savol belgisi bo'latdi-da. Cho'ng bir savol belgisi bo'latdi. Shu chaqdan tortib men Xudoyim bilsin men o'qisam, birinchi bo'lib mening qiladigan ishim o'sha Qur'onni kishilarga Qur'onning ma'nosini tushuntirish, Qur'onning ma'nosini o'rgatish bo'ldi deb shunda arzu qildim. Arzu qilib men Misrga 86-yil chiqib ketdik. 86-9-oyda maktabga boshladik Misrda. 87-yili Muhammad Salih Damollaning tarjimasi bizning qo'limizga tegdi. Nayt xushallik bilan bir o'tirishda shu boshlagancha bir 2-3 kunda o'qib tugatdik ashuni. Ashunda bir xushallik nayt va xush bo'ldim hamda. Shuni shu Azharda o'qiyotgan chaqimda hamda men shu Qur'onning tafsirini, Qur'onning ma'nosini xalqimizga Alloh taolaning nima deganligini o'dolmayda zag'ir tilda nayt tushunishlik uqtirib berayotgan ashunda bir ilmni o'qisam deyotgan bir arzu batish, bir istak, bir turtki endi. Bu turtki shunda bo'lib keldi, o'qishni bitirdik. Qozog'istonga bordim. Qozog'istonga borsam, u yerdagi xalqninki mana ijtimoiy yashash nimada bizning vatanniki xalqi qaraganda madaniyatli ham Qozog'istonning O'rta Osiyoning odamlari madaniyatli, biroq dindan bak yiroqlashtirayotganligi oilada diniy nizom, dini odat, dini urf-odat, dini yusun deyotgan bak ozgan. Shuni bilan men kelib bu yerda oila tuzumi to'g'risida, islomdagi oila tuzumi to'g'risida bir narsa yozsam bo'lgan deb, islomdagi oila tuzumi degan kitobni yozdim. Bu hamda bu bak mukammal yozilmagan bo'lsa-mu u chaqda, keyin hamda hozircha 15 qatim nashr qilinib bo'ldi. Hozir biz necha qatim chiqardik-da. Shu chaqda hamda bizniki Uyg'ur jamiyatida bir yezilib boqmagan bir fankan o.
izlib bakmagan bir fen oğalık için onu aytı bek Kazakistan'da mı bizim vatanda mı bek cik alkışlandı hem de o yaxşı nima qildi. Onun için benim şu Kur'an tefsiri, Kur'an tercümesi doğrusundaki işlerim yani şu başka işler bilan bulaqı yani turup kaldı. Ama mende şunda bir türkü var. Saudi Arabistan radyosuga keldim 2001 yılı. Aşı radyoga başlagan günümden başlap, Sure Fatiha'dan başlap ben aşının tercümesini ve tefsirini aşı nurgun tefsirlerini toplap aldım. Aşı kılışqa başladım. Hazır ben 2001 yılda 19 yıl olaptı. 19 yılın yankısı şu radyoda şu üzerinden kılgan tefsir çıkıvatıdı o. Hazır şu çıkıvatıdı o. Aşı günden başlap başlagan bu işlemde. Şunda kılıp bu Kur'an-ı Kerim'ninki bir tercümesini çıkarsam, tefsirini çıkarsam, birinci bulap bu bivasite aşu Allah Taala nima depti dep aşu üzünün tilida uqsa degan arzu bilan ama shunda qilgan hamda. Endi bu bek jarayon endi buni shu aynaqa hozirgacha shu kelish jarayonida buni tarjima qilib qo'yildi 2014-yilda tugagan buni tarjimasi Qur'on Karimning tafsiri bilan birga tugagan. Shuni tasdiq qilish, o'ngshash, aniq ishlar bilan hamda aşu 3-4 yıl vaqt ketibdi shunga. 3-4 yilning yanqisi necha qatim ko'rdik, ustozlarga ko'rsatdik. Hatto til Uyg'ur tili nuqtasidanmi unda mutaxassislarga ko'rsatdik. Xil cho'ng-cho'ng ustozlarga ko'rsatdik. Hatto Mahsumajim rahmatlikimi ko'rsatgan. Shu chog'da Mahsumajimni nihoyatda qo'llagan hamda davomli. Lekin endi buningki nashrdan chiqishga ustozimizningki ömrü bo'lmadi, lekin shu xabari bordi. Shunday qilib beshagacha keldik endi. Endi buningda bu biz burun biz shu kichik vaqtimizda endi qali Rasululloh, qali Alloh taolo Alloh munda debdi, Alloh munda dedi, Rasululloh munda dedi degan gapini biz burun anglab boqmagan. O kitobda munda bormish, Imom Azam munda degan deb. Kishilar nimishqa Qur'onga yaqinlashishdan shunda qo'rqidiki, Qur'onni egizda qolib qo'ydi. Hammadanning uyida asosiy Qur'on bor, saqlaydi. Ama Kur'an'ınki ma'nosini hatta olimlarmi xalqqa deb bermaydi ekan. Nimishqa bu endi shu taliblarga o'rgatadi ekan. Bunda umumiy bunda tafsir qilish yo'q. Ham xalqning qo'lida bunda Alloh bunda debdi degan bir kitob yo'q endi. Muhammad Salih Damollam shunga bizning hayotimizda, bizningki Uyg'ur jamiyatida davr bo'lgich bir cho'ng xizmatni, katta xizmatni qildi. Kishilar o falan ahını bunda da falan ahını bunda emas. Aşı kitapta benim ma tefsirde Allah Teala bunda depti ma tercümede ama o desaptı nimin çıkardı yine Cevher Bukhari cevherlerin çıkardı uçakta Resulullah'ın hadisini çıkardı. Onunki Kur'an-ı Kerim'in tercümesini çıkardı. Aşı iki eser bilen iki eser arkalı Uygur cemiyetiga naati bir yeni bir devrini yaratkan oldu. Hem adam Allah Teala Resulullah munda depti deb işte o'qitgan bo'ldi. Bu biz uchun naati cho'ng baxtlik endi. Har qanday adam hamda Uyg'ur tilida xizmat qilgan adam, Uyg'ur tilida yozgan ya tarjima qilgan har qanday adam ustoz Muhammad Salih Damollamdan shuning asarlaridan foydalanmay mumkin emas, ham foydalanadi. Lekin bu deganlik hamda Muhammad Salih Damollamninki o qilgani haqiqatan ham bir yenilik, bir davr bo'lgunch katta bir ish. Ama bu degani shuning bilan qilib qoldi. Buningdan keyin boshqasini qilmaslik kerak, ish tugadi deganlik emas hamda. Chunki o bir farishta emas. Payg'ambar emas, ma'sum emas. İnson degandan to'ldirishga tegishli nurg'un yerlar bo'ldi. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhuga Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh duo qilgan. Allohumma faqihhu fid-dini va allimhu ta'wil. Ey Alloh, buni dinda olim qilgin va nimani o'rgatgin? Tafsir ilmini o'rgatgin deb duo qilgan. Allohga duo qilgan. Ibn Abbas anhu mufassirlarningki sheyxi, peshvosi, butun islom olimlarining kattasi. Shundoq turuqliq Ibn Abbas radhiyallohu anhudan keyin nurg'un tafsirda chiqib ketdi. Nurg'un tafsir chiqdi. Hatta İbn Abbas radhiyallohu anhuninki shogirdlaridan Mujohid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Qatada degan kishilarningki tafsirlari chiqdi. Nurg'un shu İbn Abbas radhiyallohu anhuninki ba'zi oyatlarga qilgan tafsirlari mala to'liqlab, mukammal qilib, ma keyingi shogirdlarninki onunkining kuchli chiqayotgan nurg'un oyatlarda tafsir o'qigan biladi uni. İbn Abbas radhiyallohu anhuninki tafsirining hammasi %100 hamma yerda kuchli emas.
İbn Mesud radıyallahu anhu mesela şu müfessirlerin katardı var. Mesela biz ettehiyyatü lillahi ve salatu diyen ma teşehhüdü okuyduğun ettehiyyat ne? İbn Mesud radıyallahu anhu'nunki ügetken şu sigası boyunca okuyattığımız mesela. Halbuki bu İbn Abbas radıyallahu anhu İslam ümmetinin en birinci derecelik alimi. İbn Mesud radıyallahu anhu onun ikinci derece turdu. Lekin umumlaşmanın karşı İbn Mesud radıyallahu anhu'nun umumlaşığı. Tefsirde mi şunda? İbn Mesud radıyallahu anhu'nun nadicik umumlaşığı. İbn Abbas radıyallahu anhu'nun İslam'ın birinci alimi. Müfessirlerin pişvası şunda bolgan bilen yana nurgun meselelerde onunki kinki müfessirler onunkini tuluklagan. Şunu misal keltirishindeki gap hamda bu Kur'an'ın tercümesi meyli bizning Uyg'ur millati bo'lsin, Türk bo'lsin, boshqasi bo'lsin ta qiyomatgacha davom qildi bu. Qur'on bir javhar, bir dengiz. Hammadan suzaligancha suzidi. Qolganni Alloh taolo kimga qanchalik iqtidor bergan bo'lsa, suzidi. Uning keyingi qolganlar aning suzanmaganini suzidi. Mushunda qilib davomlashadi. Qur'on shunda bir mo'jiza kitob hamda u. U to'xtab qolmaydi. Masalan, mening qilganlarimning kamlarini meningdan keyingi kelganlik qildi. Uningdan keyin qolganlarini keyingi to'ldirdi. Mushunda davom qildi. Ammo bunda bir dona tarjima bizda bor, mushu yetidi. Bizga boshqasi kerak emas degan gap bak nadollarcha, bak ahmoqona bir gap endi u. Agar shunda bo'lgan bo'lsa, İbn Abbas radıyallahu anhu'nun tefsirinden keyin İslam dünyası hech qanday tefsir bo'lmasdi kerak. Chunki nimashqa Rasululloh bunga duo qilgan. Rasululloh bunga shu tefsir ilmini o'rgatishni Allohdan tilgan. Amaliyotda mufassirlarning peshvosi. Uning oldida bir kim gap qilmaydi. Shunda katta mufassir, lekin shuningdek minglarcha hatta minglarcha tefsir hozirgacha dunyoga kelyapti. Tefsirli dunyoga kelyapti. Hech qanday bir olim bunga İbn Abbas radıyallahu anhu'nun boğanı nimishqa bo'ldi bu demaydi. Nimishqa o İbn Abbas radıyallahu anhu yaşayan zamanda onun aklına gelmeyen meseleler kimki zamanlarda geldi o şunu qarab Kur'an'ı tefsir qilib Kur'an'ınki cevherlerini açıp mucizelerini keşf qilib aynda qilinyapti. Ta qiyomatga davom qiladi bu ish endi. Ustoz Obul Qasım hacım sizlar endi Ustoz Muhammed Yusuf bilan uzun yildan buyon birlikda ishlatganlar. Sizlar shu Qur'oni Karimningki tarjima ishlash jarayonlaridagi riyozatlarni yaqindan bilishtirib mumkin. Shu vaqtda biroz so'zlab bergan bo'lsalar. Bo'ladi, rahmat. Ekran oldidagi barliq qarindoshlarimga Allohning salomi bilan salom qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhammed Yusuf Qarajimninki şu tercümege başlagandan tartib tercümeni ahirlashtirish bo'layotgan xizmatlarga men şu shahid. Biz şu Tadribistan radiosi Uyg'urcha bo'limida 16 yil birga xizmatlash bo'lish jarayonida shularninki bu qilayotgan xizmatlarni hammasidan xabarimiz bor. Tortgan jafolardan ko'rib turdik. Shunga bu vaqtda bir ikki qiz gap qilish haqiqatan zarur edi, xalqimizga xitob qilish. Yusuf Qarimninki bu tarjimasi de bugungi kundagi shu hozirga qadar yetib kelgan Uyg'urcha tarjimaning ichida eng foydali, eng ixcham, eng go'zal bir tarjima deyishga bo'ladi. Chunki haqiqatan zodi Muhammad Solih Damollojim Alloh rahmat qilsin bir boshliqni to'ldirib yo'q yerga bir yo'l sepadi. Buningdan keyingi butun tarjimalar shundan foydalandi. Muhammad Yusuf Qarajim albatta shu tarjimadan foydalandi. Ama tunji tarjima bo'lgan o'quvchi Muhammad Solih Damollojimning tarjimalari nurg'unligiga geldi, bazı mulohizlar var edi. Hammaylar nayt yaxshi bo'libdi deb rahmatimizni bildirish bilan birga ba'zi atalg'ularda manda degan bo'lsa, moyatning tarjimasi manda bo'lgan bo'lsa, ham go'zal chiqarkan deyishib arzu qilgan. Mana shu arzu istaklarimizni ustoz Muhammad Yusuf Qarajim ro'yobga chiqardi. Her bir ayet, hatta her bir kelimelerle tercüme kılışta, bazı ayetlerde bir kelime uçurma, heptilep bütün Türk tefsirlerine göre, Türk tercümelerine, Arapça tefsirliği karab, bunu Uygurca nemedek ifade etsem hem güzel bulurdu da bizimki savaktaşlarına, hizmettaşlarına, hatta belli okuyan
o'qish bitirib chiqqan ustozlarga o'rgatib, shundan bir nima deb olsam, nima deb ifodasam Uyg'urchadan go'zal bo'ladi deb bu qilganlarni biz ko'rglik. Anadan keyin Qur'oni Karimning tarjimasi bitilgandan keyin bütün qarindoshlarga sunuqliq, biz radiodagi qarindoshlar uni ham ko'raglik, o'qishni o'qib chiqqanda biz har Ramazon kelsa, maxsus biz Muhammad Yusuf Qarajimning o'qigan tarjimasini tahrirlab shuni o'qib chiqib muloyimizdan berdiganga. Bujliqlar o'tgan Ramazon, har Ramazonlarda biz Qarajimning tafsirini o'qib, oyatni mandat tarjima qilsak ham go'zal bo'ladi ekan, ma yaxshi bo'libdi deb bu alaydi zobbi bilan kuch sarf qilish bilan o'tirib chiqdi. Yusuf Qarajimning bu tafsirniki alaylikni o'zimi bir tushuntirib o'tishi zarur deb qarayman. Qancha alayliklarni o'zining muqaddisimidim deydi. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz bu kitobning kirish so'zligi tarjimaning bu gapni o'qib qolmaydi. Chunki o'zining og'zidan bir qatim bu yerda anglasak ham yaxshi bo'ladi. Ammo bu tafsirda bu tarjimani qilish jarayonida tilovat ifodalab qo'ysiz japalan tatdi chiqadi. Bu yana biri dunyodagi hozirgi Uyg'urlarning ichida ko'z ko'ringan e'tiborli ulamolarimizningki maslahat bilan bo'lgan ish. Har bir oyatni tarjima qilishda, har bir kalimatlarni Uyg'urchaga ifodalashda biz qanday qilsak bo'ladi, qanday qilsak yaxshi chiqadi deb. Shunga bu Qur'oni Karimning tarjimasiningki hozir bizga shu nimachilik mukammal yetib chiqqan tafsiri bo'libdi, 4 tarjima. Bu bizga ozliq keladi dedi. Mush boshqa millatlarga qaragan bo'lsak, azizlar deb o'tdi, turkcha tarjimalarning soni, arab yozilgan tafsirlarmi 200 dan ortiq, rasmiy tabiiy qilingan tafsirlarning soni 200 dan oshadi. Rasmiy yozilgan tafsirlar ulamolar degan 500 ga yaqin tafsir bor ekan, ammo buni rasmiy qalb bilan kurashtirib, matbaa qilib qilgan tafsir 200 dan oshadi ekan. Bu tafsirning har birisi tafsir degan bir dengiz o'xshaydi, dengiz okeanga o'xshaydi tafsir ilmi. Buningda nurg'ulg'an alayliklar bor. Har tafsirdan foydalanganlar bir dengizga cho'kkan odam, uning ichidan ba'zan o'zining iqtidori va har xil javohiratlarni, har xil dengiz boyliqlarini qizib chiqqanga o'xshash tafsirni qilgan, bu Qur'onni tarjima qilgan kishilar nurg'ulg'an o'zining kelimasiga qarata alayliklarni o'tirib chiqardi. Qur'oni Karimning tarjimasi masalan o'sha arab yozilgan tafsir. Ba'zanlar Qur'oni Karimning ijoz tarafini asos qilgan, ba'zanlar Qur'oni Karimning tafsirini tafsir bilan qilgan tafsiri va tafsirni hadis bilan sharhlangan tafsirlar va bu tafsirlar bilan bizning Uyg'urlarningki yuz ko'rishi, Uyg'urlarning tunishi albatta muhim. Bugungi kundagidek xalqaro islom din musulmonlarningki, musulmonlar ojizlanayotgan, xorlanayotgan, shu natijada ba'zi nurg'ulg'an odamlar islomdan yiroqlashayotgan bir davrda bizni ham o'zimizning dinni qaytarib kelgan ham Qur'oni Karimning tarjimasi. Qur'oni Karim tarjima qilishni yuqorida degan o'xshash bizning yaqin zamongacha o'sha islom dinini e'tiqod qilib 1000 yil jarayoni Qur'oni Karimning tarjimalari bilan xalqimiz tunisholmagan. Qur'oni Karimda o'lib ketgan o'likning beshida qabristonlikda o'qib qo'ydigan, nazircha qilib tilovat qo'ygan kitobni uni ko'rib, buning tarjima qilish, tafsir qilish beadablik bo'ldi. Xalqimiz bundan mahrum kelgan. Faqat shu Muhammad Salih Damullahjimning zamoniga kelganda u kishining kelimasi andan keyin Zilf Qarajimning tafsiri garchi mukammal tutib chiqqan bo'lgan bo'lsa-mu, matbalida u chiqdi. Andan keyin ikkinchi qatim yana bir tarjima chiqqan bo'ldi chet elda. Ansajim tarjima qildi, Muhammad Yusuf Qarajim. Yana bir qancha tafsirlarning chiqishiga ehtiyojimiz bor. Afsus bu ba'zi fitna taqiyotganlar bir tafsirning tarjimasini o'qib bakmalı. Muhammad Salih Damullahjimning tafsirini başdan oxir o'qib bakmalı. Onda adamlarning shu qo'rib deb setish bilanlar bu Qur'oni Karimning tarjimasiga ahamiyat bermaydigan, Qur'oni Karimdan foydalanmaydigan odamlar. Ammo mu'min, musulmon odam Cenab-ı Allah insonlarni yaratdi, andan keyin bu kitobni tushirdi, bu kitobda bizga nima degan kitoblarni qilyapti, buni bilish kerak. Bir qancha tafsirlarni o'qish kerak, bir qancha tarjimalarni o'qish kerak. Şuna bu tercüme hakikaten mürekkep bir jarayon bo'lgan, jafolik nima bo'ldi ham alaydiki bu tafsirninki tercümeninki tüm tercümelerden alayd bir qancha taraflarga ega. Onu men demişsem o'zidan Muhammad Yusuf Qarajimning o'zidan bir anlasak bo'ladi hozir. Qanday alaydliklar bor bu tercümening boshqa tercümelarga qaraganda bu haqda bir Yusuf Qarajim o'zi to'liqlanmasa yaxshi bo'ladi.
Hammasi Yusuf Karim sizlar Arkadaşlar tercümene besinin oldida bir muqaddim yazıplar. Bir kardeşimizin makalesini okudum, lakin ben o tercümedeki küreşke müyesser bulamadım. Sizler qaysi noktalarga bekrak dikkat qilib, şunu eski getirish qaloqlari to'g'riliq bir uzun izohlash berga o'xshaylar. Shuni biz bilan bir ekran orqali bir o'rtoqlashgan bo'lsalar. Qani marhamat. Onun da mesela her kanda bir nasi yazgan adamın ya ki bir tercüme kılgan adamın bir iş kılgan adamın bir metodu buluyor da yine bir usulü bir tutup yolgan ya mangan yolu menheci buluyor hem de. Yani ben üzerinden işte bilgence bunu en müteber tefsirlerin İslam dünyasındaki birinci en müteber tefsir şu İmam Teberi'nin ki tefsiri. İmam Teberi'nin tefsirinden başlayıp Saudi Arabistan'da yeni çıkan tefsiri müyesser. 100'den artıq alim birleşip tercüme kılgan nayet ixcham ve mezmunluq tefsir hemde. Aşunundan başlap, Teberi'den başlap tefsiri müyesser geçip olgan 14 xildeki tefsir hemde. Tefsir Şa'rabi mi var bunun içinde, tefsir Celaleyn mi var biz bildiğin işbili. Tefsir İbn Kesir, Beğevi, Zemahşeri, Razi degandek endi aşu 13 xil tefsir. Ma tefsiri el-muhtasar fi tefsirini koysak 14 xil oldu. 14 xil tefsirden faydalandım desek faydalandım. Ondan başka Uygurca, Özbekçe, Türkçe tercümelerimi cık faydalandım. Türkçe 4-5 xil tercümeden faydalandım. Hatta Özbekçe, hatta Kazakça tercümene ekip kap ondan mı bazı yerde faydalandım yani. Bunda bir tercüme oldu. Ama bunundaki özgürçülüklerini yani hemmisini yazılı tutsam o elgıcı binası bulup gidiyor. Yani şundan ben mühim yani halkın mühim bilvasına da tercümelerin hemmisi okşaşken olmamış bu tercümeyi okşaşken o da da ötep gitmesi şunu bilvasında ben aşık kılganlığın için 19 türlük alahilikni mukaddimede yazıp koydum. Bu mukaddimede şu 14 türlük alaylıkni okup ama mundaq kendimiz bana pek niyetken bilip alsın dedim hem. O 19'u toxtab qalmaydı. 19 degan bu muhimlerden hem. Tilga aldım hem de. Qanımdı çıxandı oxugan degan bilidimdi. Mesela meğerim şu 19'un hemen de boğul olmaydı hem o ihtiramda. Bazı bir muhimlerine desem mesela hem de. Mesela şu Rab degan sözni, Rabbana degan sözni, Rab ne hem de bu bizimki Rabbimiz degan gapni Parvardigarimiz deb şu Farsça elip ketgan. Muhammed Salih Damullan Parvardigarimiz deb tercüme etgan, Parvardigar deb tercüme etgan. Keyingi Ürümchida tercüme qilgan, hay'at tercüme qilganda uni Parvarishgar deb etgan. Endi Uyg'ur tilining izohliq lug'ati qarasak o ikkilisi şu tarbiyachi degan ma'no oldi keladigan hamda. Endi bu nimaningki Rabb degan so'zningki endi Arapdaki lügat manisi Hucayin, ige, terbiye kılgıcı degan anda nurg'un ma'nilar adamda. Ama bu söz hamda Rab degan söz dünyada Rab degan hech qanday bir narsa qo'shilmay Alloh taolodan boshqa hech qanday bir kimga ishlatilmaydi. Faqat Alloh taolo uchun. Ama qo'shimcha qo'shilish bilan boshqalarga ishlatilmaydi. Rabbil usra deydi arablar uyninki boshlig'i, uyning egisi degandek Rabb ega degan ma'noda. Allah Taalaga işletilgan vaqtda Robbil alamin deymiz, alemlerin Rabbi. Ama Rabb degan yalnız işletilganda Allah Taalaga işletildi. Endi bu so'zni bu Parvardigar degan so'zlarniki shu izohliq lug'ati jiq buni tadqiq qilib, hatto Farscha, shu biz tutgan do'stlarimdan Farscha radioda Farscha qismninki nimaları var masalan, biz bilan ishlayotgan Farsça radyoning adam ashlarni so'rash orqali bu so'zning ya Parvardigar ya Parvardigar degan so'zning bizning tilimizda arab tilidagi Rabb degan so'zning o'rniga tushmaydiganligini, bu so'zni ifodalab berolmaydiganligini. Shunga hamma millatning Rabbina degan so'zni hammasi Rabb deb ishlatganligini, turklarmi shundoq, o'zbeklarmi shundoq. Yani ben bilsem bir qancha tilda shundoq Rabb degan gap. Shunga biz buni bu Rabb degan Alloh taolo deganga o'xshash Alloh taoloning ismi endi. Shunga biz buni shu Rabb degan nimizda qoldirib qo'ygan. Shunga Rabbim, Parvardigorim demay, Rabbim deb
tercüme kılışını layık gördük. Ben üzem yalnızgın emas bu fikrimni ben oturup koydum. Lekin nurgun savaktaşlarım, ülemalarımız bunu kolladı. Hakikaten başka söz bu sözünki hakkını veremeydi. Her kanda bir sözün perverdigar diyen sözün parçasını ekildi. Bizden tılga ekildi, bizden tılda umumlaştı. Rab diyen sözün mü bizden tılda nimkısa umumlaştı. Nuşka bir parçası bir sözün sözler eker geçer. Arap dilinin üstünden ki Kur'an'daki sözün üstüne ekersek bunu umumlaştı. Arapça, Farsça atığandın Arapça atığanımız hakikaten yaxşı. Ama bununki hem de şu hakiki manasını bəsin diyen məqsəddə. İkincisi Rahman degen gap, hem de bizim tercümelerin hemisi de Rahman diyen Allah Teala'nı hem de Mihriban Allah da tercüm kılırlar. Mihriban Allah degen gap hem de Allah Teala'nın sıfatı, Allah Teala'nın mihribanlığının sıfatı da. Halbuki bu Rahman degen sübət mənasında mı kilidi, köprek isim mənasında kilidi. İsim mənasında gelgende Allah Teala degen oxşaşla sübət emas, isim. Mesela çık ayetler var. Mesela bir ayet misal getirsak اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِيْرُدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرُّ اللّٰهِ تُغْنِي عَنِّ شَفَاعَةٌ شَيْءَ وَلَا يُنْقُذُنْ deydim. Eğer ben Rahman Allah bana biraz yanını irade kılsa, onu menden elip taşlaşka ve beni onun kutkusu hiç kılını kuş etmek diyende bu ayette Rahman diyen gel Allah diyen okşaş isim manası geldi. Şu bunu tercüme kılganda Rahman Allah da tercüme kılmış de. Ya ki Rahman da tercüme kılsak mı buldu? Allah Teala'nın çünkü Rahman da atsak mı? Nime ayet var o. Kuludullaha abudur Rahman eyyemâ. Allah Teala'nın ya ki Allah'tanla ya ki Rahman'dan kast atsan bulay verdi. Allah'ın ismi o, isim Rahman diyen. Ama sübet olarak tekeye var. Mesela Bismillahirrahmanirrahim dese mihir şefkatli küyümcan Allah'ın ismi bilen başlar. Allah bilen billah Rahman anın sübeti olarak kilidi. Bir yerde mihriban Allah da tercüme. Şunu okşaşandı. Onun için yani bir mevzunu desem Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhel Resul, ya eyyuhel Nebi de çağırganda. Hiç kanda bir nidada çağırganda ya Muhammed diyen bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama vama Muhammedun illa kad halet min qabl Resul. İlla Resulun kad halet min qabl Resul. Bir erkililik ya nida emas. Nida emas yani çağır emas. Ama çağırganda Allah Teala ya iyi peygamber de çağırılır. Ama halbuki müfessirler burundan tağıca aşını iyi Muhammed de tefsir kılıp gelir değil mi? Bu Allah Teala mı Muhammed Aleyhisselam'ın iyi peygamber dese, sahabeler öz vakti ya Resulullah diyen dursa, iyi Muhammed diyen geldiğini kim diyen? İyi Muhammed diyen geldiğini müşrikler diyen öz vakti. Ey Muhammed de kulunu çiğne, ey Muhammed diyen. Şuna ben bunu bütün şu Kur'an-ı Kerim'deki burunda müfessirler işletken, burunda tercümeler işletilgen iyi Muhammed diyen geldiğinin hemesini iyi peygamber de aldık. Bunda kılışının bir asası var. Tefsir müyesserinin mukaddimesinde ülemalı şunu karatılgan. 13 yerde iyi Muhammed diye yakıp kaldı. Kağanın hemesini iyi peygamber de özgerttik. Bunun sebebi bu 13 yerdeki hitapının müşriklerinin hitabı. Müşriklerinin Muhammed Aleyhisselam'ın iyi Muhammed diyen hitabı boğalık için öz eyni kaldı. Kağanını hemesini iyi peygamber de özgerttik. De aşında değil. Onu de koyalım. Tefsir müyesserinin 5'de. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyühellezine amenu diyen ayet çıkayını bilimiz. Hem de ya eyyühellezine amenu bilen eyyühel mu'minun diyenin acayip çok farkı var yani. Ya işkilisi bir mananı okuturdu. Eyyühel mu'minun desime iyi müminler. Ya eyyühellezine amenu iyi iman etkallar. İman etkallar zaten mümin buldu. İkisi bir gel şunda ama. Lakin Allah Teala kullanışta eyyuhel mu'minun diyen geldiğinde bir layet diyen. Fetubu ilallah eyyuhel mu'minun de bir layette eyyuhel mu'minun diye bir söz var Kur'an'da. Kağanın hemmesi aynı nidada çağırtta. Ya eyyühellezine amenu. Kanda yerde bekrak ya eyyühellezine amenu diyen. Mesela bir işini ters kılışta, bir işini tusaşta iyi iman etkallar. Bunun manasına iyi iman etkallar. İman etkallar, sizin iman etkan adamla olgan diken, sizin imanınlarının takazzası bilen, imanının takazası Allah'a boysunup Allah'ın dinini kılıp Allah'ın buyurganını kılıp toskandan yeniş Allah'a itaat kılış. Şu imanının takazası bilen sıma işini kılınlar. Manı kılmanlar. Aynı mesela ya eyyühellezine amantuttakullaha ve kulu kavlen sedillah. İyi iman etkallar. Allah'tan korkunlar ve doğru gep kılınlar.
bir ishga amr qilishda xuddi Qur'on Karim aqlga va hissiyotga xitob qildi. Aql bilan hissiyotga xitob qildi. Shu Qur'on Karimning ya ayyuhallazina amanu degan shundoq bir nidosi kelganda insonni bir titirtdi. Iymon etganlar degandan uni inson as hushini yig'ib turdi. Undan keyin Alloh taolo dedi, "Ya ani qilinglar, yomonni qilmanglar." Buyruqni berdi. Shuning bilan bu insonning qalbiga shunda o'rnishdiki, Qur'on haqiqatan ta'sir qildi. Mu'minning qalbiga ashula ta'sir qildi Qur'on. Masalan, onun yana bir oyatda ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afan. Iymon etganlar jazoni qat yemanglar. Masalan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha iman etganlar Allohdan qo'rqinglar. Masalan, shunda muhim gap masalan. Ayda haroq ichmanglar, zina qilmanglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar, yaxshi gap qilinglar, yaxshi ish qilinglar, to'g'ri ish qilinglar deganning hammasida ya ayyuhallazina amanu iman etganlar deb ayda xitob qilinglarda, biz buni Qur'onning ta'bir bo'yicha iman etganlar deb oldik. Yani fiil şeklinde, isim şeklinde emas, fiil şeklinde. Ha, mu'minlar deb kelgan mu'minlar deb oldik. Ama xitob buna nida emas, chaqiriq emas, nurg'u yerda mu'minlar deydi masalan. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi. Tamam onu shu o'z bo'yicha. Ammo ma xitobga kelganda ya ayyuhal mu'minun deb bir loyada ayyuhal mu'minun bor Qur'onda. Qolganing hamma yerda ya ayyuhallazina amanu iymon etganlar. Endi buni shu tafsirlarniki kona ve hozirgi zamandagi shu mufassirlarniki nimasiga qarab ayna qildik. Undan keyin tevekkül degan so'zni ham tevekkül degan so'zni bizning Uyg'ur tilining izohlik lug'atiga qarasak, ko'p o'ylanmas bir ishga tevekkül qilish, ko'p o'ylanmasla bir ishni qilish. Yani qarg'ulachi bir ishga ketgan hamda bu. Shu qarg'ulachi hamda men Uyg'ur tilini men muqaddimasi tashi nimasidan manbalar bilan yozib qo'ydim. Hatto shu Uyg'ur tilininki izohlik lug'atida buni qanday sharhlaganligini ko'p o'ylanmasla bir ish qilish deb. Ammo bu tam ta'tirisi bu arabchadagi tevekkül deganniki. Tevekkül degan arabchada Alloh taologa chin ishonch qilib, Allohga tayinish. Shu men buni tevekkül degan yerda Alloh taologa ishonch bilan tayinish deb oldik. Çünkü ma'no shu. Allohga tayinish. Tevekkül qilish desa, masalan biz Uyg'ur tilida har qanday bir odamdan so'rasa tevekkül bo'lsa bo'lmas bir ishga tevekkül qilish. Alloh taolo hech qanday bir ishni man qilgan ishni bo'lmas qilma deydi. Masalan, duo qilganda ey Alloh, agar xohlasang ijobat qilgin degan gapni demanglar. Cho'qim ijobat qilgin denglar. Ve duo qilganda cho'qim ijobat bo'ldi deb ishni va antum muqinun. Duo ijobat bo'lgan ishinib turib qilinglar deydi. Anda bularga bo'lmasqa deb qilgan ibodat qilgan duo hech qanday qimmat yo'q. Nol endi u, nol. Ya'ni bo'lsa bular deb qilgan ish. Bu ibodat, tevekkül degan ibodat. Ve alallohi falyatavakkalul mu'minun deydi. Mu'minlar Allohga tevekkül qilsin deydi. Tevekkül alalloh deydi Rasululloh. Allohga tevekkül qil deydi. Tevekkül qilish ibodat, tamam, ibodat. Endi bu ibodatni bo'lsa bular bo'lmasa, nim bo'lsa bular degan ma'noda emas. Allah'ı chin ishonib, men Allah'ı esilsam, Allah'ın dinini qilsam ve Allah'a bütün yardımını Allah'ın tilab qilsam, Allah Taala cho'qim meni g'alabaga erishtirdi deb Rasulullahning tevekkülü. Shuna buni bizning tilimizda tevekkülni shunday boshqa bir ma'noda ishlatganlik uchun men shuni buni Allohga tayinish degan ma'noda oldik. Bunu shu qarindoshlarningki Ubul Qasim hojim degandek qarindoshlarning mashvarasi bilan, maslahati bilan qarindoshlarning aylanib qildik. Bundan keyin fosiq degan gap bizning Uyg'ur tilining izohlik lug'atida sesigan, chirigan, buzilgan va bunday pastqina odamning fosiq deydi. Gunohni qilgan odamning fosiq deydi, ammo Qur'on Karimda kelgan asosan fosiq degan illal qawmul fasiqun deydi. Masalan, asl fosiq deganlar Allah Teala'nın itaatdan çıkan, Allah'a itaat qilishdan yüz örgen adamlarni fasık deydi. Şuna biz bunu da nimaga qarab, jumlaga qarab, çünkü fasık degan gapni Uyg'ur tilining izohlik lug'atida ko'chma ma'nosida Allohga itoat qilmagan odamlarni fasık deydi. Ammo birinchi ma'nosida chirigan, buzilgan, sesigan degan gapni paskina degan gapni fasık deydi. Şuna biz fasık degan gaplarga shu o'zining kelgan o'rniga qarab ba'zi joylarga fasik deb olgan bo'lsak, ko'p joylarga Allohning itoatidan chiquvchi deb oldik.
Mesela Sürü Kehf'deki fefesaka an emr rabbi deydi iblisini. Allah'ınki işte Rabbininki itaatinden çıktı deydi mesela. Fesaka degan çıktı. Hamdi. Onunki bazı yerlerde fasıkın dep keledi o. Ayetning şu siyaqı bak bo'yin bo'ldi. Ayetning oldi keyin. İnalloh la yahdil qawmal fasiqin. Nima maqsadli keldi? Vallahi la yahdil qawmal fasiqin degan gap ayni aşağıda paskin adamni degan gap emas. Allah'ın itoatiga chiqqan, Alloh taolaning gapiga unamagan, da'vatga kamiga adamni Alloh hidoyat qilmadi. U kagil unmas qanday hidoyat qildi u? U kagil unamasa, kelinglar payg'ambarning gapini anglanglar desa, unamasa, u Allohning itoatidan chiqdi shunda. Ama itoatdan chiqqaniga hidoyat qilmaydi. Bu nihoyat to'g'ri bir mantiqli gap. Kamiganga itoat. Masalan, birisi kelsa, bir Harvardda yoki bir kiyimida qutqizayotmoqchi bir suvga cho'kib ketib qolgan odamni. Men kiyimiga chiqib olgan desa, Nuh alayhissalomning bolasini degan kiyimiga chiqib olgan desa, men chiqmayman deb tursa, itoatni boshlatgan bo'ldi. Anda o'g'anga qutqizmaydi u de. Qoladi shu g'arq bo'ladi. Inson shunga o'xshash Allohning da'vatiga unamagan ekan, Allohning itoatidan chiqqan bo'ldi, itoat qilmagan bo'ldi, hidoyat qilmaydi u. Kamiganiga qilmaydi u. Shu durust. Endi uni fasiq odamni hidoyat qilmaydi desa, xalq qanday tushunib qoldi? Hali pokizlikqa diqqat qilmaydigan, paskinni yuradigan yoki gunoh qiladigan bundaq odamni deb bunda tushunib qilish mumkin. Bu asosliq nima endi? Gunoh qilgan odamni fasiq deymiz, ammo Allohga itoat qilmagan, payg'ambarning so'ziga kamigan, islom da'vatiga kamigan odamni hidoyat qilmaydi. Ashundoq bo'lgan. Uningkin bu aql degan Qur'on Karimda nihoyat bek ahamiyat beraylik. Bu aql to'g'rida 49 qatim oyat kelganlik aqlni ta'kidlab chiqdi. Aqlning qimmatini deb. Aqlingni ishlatinglar, afala taqilun deb 7-8 yerda aqlingni ishlatinglar deb demakchilik. Buni butun shu turkcha tafsirlarda va bu turkcha tarjimalarda va mufassirlarniki qadimki va hozirgi nimalarda afala taqilun gapni, ya'ni afala tu'miluna aqlakum. Aqlinglarni ish qilsamamsizlar, aqlinglarni ishlatmamsizlar deb tafsir qilganlarda. Halbuki bizning tarjimalarimizda, bizniki asham men ikki qatimli tarjimani ko'z tutaman. Boshqa tarjimani hammasini ko'rib boqmadim. Men shu 86-yilgi tarjima, keyingi 2012-yil ikki qatimli tarjimada afala tafhamun ma'nosida tarjima qilganlar uni. Masalan, afala taqilunni tushunmamsizlar deb tarjima qilganlar. Tushunmamsizlar deb tarjima qilganlarda, bu tushunmamsiz deganning so'zi boshqa, uni afala tafhamun deydi arablar. Afala tafhamun deydi, masalan, gapni tushunmasa, tushunmayotgansa gapim deydi. Ammo afala taqilun desa, aqlingni ishlatmamsa deydi. Bu yerdan qanday mushkula chiqadi buniki bu afala tafhamun deb qo'ysak, nima mushkula chiqadi deslamda. Qur'on Karimninki Sura Tabarakda kofirlarning qiyomat kunidagi o'zining e'tirofini nim qildi. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu fi ashabis sa'ir deydi kofirlar. Shudami? Degandan keyin buni nim deb bizning Uyg'urcha tarjimalar nim deb tarjima qilgan desa, buni agar biz anglagan bo'lsak yoki tushungan bo'lsak, do'zax ahli bo'lib qolmasdik deb tarjima qilgan. Ikkili tarjimada shundoq. Bizning vatan tarjima qilgan ikki tarjimada shundoq. Boshqa tarjimalarni men o'qimayman. Endi buningda nima ma'no chiqdi deslamda, u mushriklarning o'chog'i kofirlarning biz Muhammadning gapini tushungan bo'lsak, tushunmadik uning gapini, qaysi tilda gap qiladiki? Arabning nurg'un shivisi bo'lganda shu chog'dami? Va Qur'on Karim Qurayshning shivisida tutilganida, keyin to'planib ashna. Muhammadning so'zini biz tushungan bo'lsak yoki anglagan bo'lsak, do'zax ahlidan bo'lib qolmaydik deydi. Unday bo'lgandan bu o'zri, bu e'tirof qilish emas, o'zri aytish, o'zimiz var bizdan. Chunki Muhammadning gapini biz tushunmadik. Tushundiramadi bizga o. Biz anglamadik. Ya bizga kelib da'vat qilmadi o. Biz bir yerda sahroda yashaydik. Biz bunda da'vat va islom da'vati bizga kelmadi. Kim anglamadik. Shuni bizni nima azoblaysa degan bo'ldi. Ammo unda desa, anda değil desek, kimki ayetki zid kildi? Fa'tarafu bizunubihim deydi ayetin kin. Günahlarını itiraf kıldı deydi. Anda oğun itiraf bolğandan keyin bunun ma'nosi qanday oldu? Agar biz haqiqatning sadosiga quloq solgan bo'lsak, ayda nasma'uni quloq solgan bo'lsak, bo'lsak,
aqlimizni ishlatgan bo'lsak, quloq silib manga, quloq silib, nadi jiq da'vat qilyapti, ammo quloqimizni tutib oldik. Nuh alayhisolamning qissasi bor, quloqini tutib olgan endi. Quloqimizni tutib anglamadik biz uni, anglag'olmadik. Demak bizga da'vatni qilma deb turadi. Agar biz shunga quloq solgan bo'lsak, haqiqatan sadosiga quloq silib, biz uni bir tinchgan bo'lsak, onun aqlimizni ishlatgan bo'lsa, aqlimizni ishlatib, yo bu Muhammad alayhisalom bizdan yo pul talab qilmasa, yo bizni bir podshoh bo'lishni talab qilmasa bizga, yoki bizdan ya'ni alohida bir shuhrat qozonib, alohida bir inson bo'lishni talab qilmasa, bu kishi bizni hech nima talab qilmaydi, faqat Allohga ibodat qilib, Allohga iymon etgan deydi. Mushunda deb tursa, biz nimishqa bu odamga qarshi chiqmaymiz deb aqlimizni ishlatgan bo'lsa, do'zax ahdi bo'lib qolmasdi deb tafsirni bunda qilgan mufassirlar onunki. Shu men ashuni ashunda qilib qo'ydim. Ashunda nima qildim? Nima? Aqlimizni ishlatgan haqiqatan sadosiga quloq solgan bo'lsak va aqlimizni ishlatgan bo'lsak deb turkchilarni shunda tarjima qilaylik. Turkcha tarjimalarni shunda. Boshqa kafanızı çalıştırsaydınız da tercihlerinizi kafalet. Onunkin yana birisi mal nima hamda, yani shu arliqda bu isim kelib qoldi hamda Sura Fathidagi hamiyatal jahiliyat degan oyatni 86-yilgi tarjimada qiziqqonlik, jahiliyatning qiziqqonligi deb tarjima qilingan. Ammo bu hamiyat degan gapni shu Lisonul Arab deydi, Arabning Mu'jamul Vasit deydi, shu lug'at kitoblarning hammasida bu hamiyat degan hamda hamiyat degan mutaassiblik, qabilavozlik, millatchilik, yurtvozlik deganga o'xshash shu salbiy sifatlarning hammasi ekan. Ammo mufassirlarningki tarjimasida asosan mutaassiblik, hamiyatul qavmiya deydi, arablar hamiyatul qavmiya degan shu milliy asabiylik, millatchilik, milliy asabiylik. Ha, o'choq degan qiziqqonlik degan gapni lug'at ma'nosida qarab baxsam, achchiq yomon debdi. Achchiq yomon. Bu achchiq yomon degan gap yerda musulmon mu'min odamning achchig'idir. İmam Şafii degan achchig'i kamayotgan achchiqlamagan odam eshak debchi. Achchiqlayotgan ishga achchiqlash kerak inson. Ammo achchiqliganlik, u achchig'i kelganlik bu bir gunoh emas, bir yomon ish emas. Achchiqlashga tegishli ishga achchiqlash kerak. Ammo qiziqqonlik degan gap bu yerda bir ayblashga tegishli emas. U tushmaydi, u hamiya deganning qiziqqonlik emas. Hamiya mutaassiblik, asabiylik. Türkçede şunda tercüme kılırlar, tefsirlerde şunda ele alır. Şu an bunu bir yerde asabilik ve cahiliyetinin asabilikli dillerine tükken çağda da tercüme kıldım. 2012 yılda Kur'an-ı Kerim'nin hayat kılgan Kur'an-ı Kerim'nin tercümesinde hamiyetel cahiliyet diyeninin bir hamiyeni tercüme kılmaptı. İki tane hamiye bulakkas, iki tane kızıkkallık birisi artıkulap kaptı da bula. Cahiliyetin kızıkkallıkını tükken çağdığını tepki tuttu. Adamlar kızıkkallık da tercüme tuttu. Kiyinkiler kızık, bu bir kızıkkallıkını ele etipti. Qarab baksanız bilirsiz tercümesi, qarab baksanız Sura Fath'ga. Onun için hem bunu şu asabiylik deb aşında nima qildik? Bununki lug'at ma'nosiga qarab, mufassirlarninki tafsirligiga qarab qiziqqonlik dedik hamda. Qiziqqonlik nima? Qiziqqonlik emas, asabiylik. Chunki u yerdagi ularning qilyotgani Hudaybiyada musulmonlar qilayotgan askiligi asabiylik, o'zininki shu uçuğa çıkan asabiylik bilen o'zininki mushriklik dinini qattiq ustun ko'rganlik, onun qat'iy ayrilmaymiz deb islom dinini ko'zga ilmaganlik, shunda bir talaffuzda muomala qilgan ular. Shuni qilgan shu muomalasini shu chaqda shuni hamiya deb atagan hamda. Hozir hamda shu arablarning nimasi hamiya deyotgan gap shunda chiqsa, hamiya degan gap millatchilik degan ma'nosida chiqadi hamda u. Millatchilik, ayrımçılık, mutaassiblik, asabiylik degan aslında nimada biz onu shunda qildik. Uningkin hamda bu dinninki ihson, Qur'on Karimda kelgan ihson degan oyatlar bak chiqqanda. İnnalloha yuhibbul muhsinin. Innalloha yuhibbul muhsinin deydi. Innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun deydi. Muhsin degan, ihson degan dinning 3 martabasi bor ekan. Biri İslam, iman, İslam, ihsan. Her qanday hamda dinda 4 tane martaba bor. Biri musulmon bo'lish. Musulmon bo'lish, majbur musulmon bo'lgan bo'lsin yoki ata-onasi men musulmonkan Muhammad deb qo'yapti, meni aytdim, men musulmon deb hech meni tushunmasman, men musulmon deb qo'ygan bo'lsin, musulmon ham hisob ham tushunama, musulmon ham. Ammo mu'min bo'lish
ikkinchi uni mo'min degan haqiqiy ishongan bo'lishi. To'xtam men musulmonkanman, men nima ishimni oldidan iymon bergan. Tamam, hammasiga 100 chin dilimdan ishondim deb qalb bilan tasdiq qilsa, bu odam mo'min. Onundan Allah Taola'nınki diginni qilib, tamam men mo'min bo'libman deb Allohning buyrug'ini qilib, to'sqindan yenib Allohga haqiqiy ravishda itoat qilsa, bu taqvo. Taqvolik degan shu aynan. Onundan bu taqvolikdan bu eng yuqori yana bir martaba ihson, muhsin. Bu muhsin degan buni Rasululloh bizga tushuntirib, misol keltirdik. Al-ihsonni tushuntirdik. Al-ihson أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن فإنه يراك. Sen Allah'ını kürep tuğandak ibadet kılışın. Gerçi sen Allah'ını küremezsen ama Allah seni kürep tuttu. Aşında ibadet kılış ihsan da Resulullah bunu düşündügen. Bu Müslümanın en yukarı mertebesi ihsan degen gel. Şuna bu ihsanını kolgu keltiriş için tüt baskıcı var. Müslüman buluş, mümin buluş, takvadar buluş, muhsin buluş. Bir yerde ihsan degen gel şunda bak mühim dinin 3. mertebesi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de ellezî ahsene kulle şeyin halqahu degende Allah Taala her narsani en mükemmel yaratgan zatdır dedi. İhsan degen gap ne? Arapçada mufassirlar itqan deydi. İtqan degen en mükemmel kılgan. İtqan degen en mükemmel kılganı itqan deydi. Şuna emel ibadetini mükemmel kılgan, itaatini mükemmel kılgan, dinde mükemmel tuğan adam ne? Muhsin deyimiz. İhsan terakkisi işkildi deyimiz hemdir. Şuna Kur'an-ı Kerim'de dikkat kılıp baksanlar İnnallaha yuhibbul mu'minin de yok. İnnallaha yuhibbul muslimin de yok. Yani Allah mu'minlerini yaxşı gördü, Allah musulmonlarni yaxşı gördü degan ayet yok. Bu deganlik yaxşı görmeydi degan gap emas. Yaxşı gördü ama dereceli düşmeydi, mertebe düşmeydi degan gap. Ama innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin, vallahu yuhibbul muttaqin, vallahu yuhibbul muhsinin deb ayet var. Bu nim degan gap? Mu'min musulmon bo'lishing tehe seninki bir basqıçta sen Allah Teala'nın haqiqiy muhabbetiga sazovor bo'lgan darajaga yetmading. Sen muttaqi bo'lgin, taqvo bo'lgin, muhsin bo'lgin, shu chog'da Allah Teala'nın muhabbetiga erishsan degan gap. Shunga Qur'on Karimda nurg'un oyatlar bor. Diqqat qilib baksanlar, innalloha yuhibbul mu'minin deb yo'q. Innalloha yuhibbul muslimin deb yo'q. Ama innalloha yuhibbul muttaqin, innalloha yuhibbul muhsinin deb bor. Innalloha ma'allazina taqav vallazina muhsinun. Allah taqvodorlar bilan ve her işni mükemmel kılgıçlar bilen, taat ibadetini voyaga yetkizip kılgıçlar bilen billa. Bunda. Endi bizning tercümelerimizden, men bilgen Uygurca tercümeler nim degen, hemesini Allah yaxşılık kılgıçlar bilen billa degen. Yaxşılık deb tercüme qilgan. Bu yaxşılık ihsanning ikki ma'nosi var. Biri şu itqan, mükemmel kılış, ikincisi yaxşılık kılış. Ama imanning mertebelerinden bulab kelgan chog'da İhsan qanday ayet kelsa bu itqan, mükemmel ma'nosida keldi. Yaxşılık qilish degan gap bizning Uyg'ur tilimizda xolisan yaxşılık qilib qo'yish degan sana bikimning qarisi yo'q senda. Biroq bunda qilib qo'ygan ishingni yaxshilik deydi. Masalan, sizlar menga 10 yuan, 10 dollar pul bersizlar, sizlarga men 10 dollar qarz bergan bo'lsam burun, shu 10 dollarimni qaytarib bergan bo'lsalar, sizlar menga yaxshilik qilgan bo'lamlar? Yaxshilik qilgan bo'lmaylar. O chog'da. Agar men sizlarga pul bermagan bo'lsam-mu, sizlar menga 10 dollar ya yordam qil deb jinas qilgan bo'lsa, yaxshilik qilgan bo'lishini ixtiyoriy. Ammo bu muhsin degan mesela şu ata-onani ishlatganda ve qadar robbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil validayni ihsana degan. Allah Taala sizlarniki Allah'ın üzgünle ibadet kılışınlarını ve ata-onanglar kıldığın hizmetini mükemmel kılışınlarını farz kıldı. Ata-onanglarga yaxshilik qilishni deb tarjima qilmadim men yani. Nimishqa yaxshilik qilish degan bir yaxshilik, bedelsiz yaxshilik qilib qo'yish. Shunday emasmi? Yaxshilik qilmasan bir odam yaxshilik qildi desa, bedelsiz yaxshilik qilib qo'ydi. Ammo ustidagi qarzni qaytursa yaxshilik qildi deymizmi? Yaxshilik qilmadi, haqqini berdi. Masalan, hamda ata-onamizga bizning qilgan yaxshiligimiz, qilgan xizmatlarimiz, ata-onamizning bizga qilgan minglarcha xizmatining aram bir bidana bir tamchisi. Bir adam Kabe'ni anasını, qirib qolgan anasını yudib tavob qilib atgan vaqtida tavob qilib bisini so'raydi deb salihlarni bilsin. Men onamning qarzisini, ustimdagi qarzini ado qildimmi shunday qilish bilan desa. Bir qatim birisini ostini qurg'idab qo'yganchilik, sizni qila olding, tek ado qila olmading deganda hamda. Demak, mumkin emas bir insonning
anasının qilgan xizmatini, anasının haqqını ado qila olishi, ta o'lguncha xizmat qilsin, ado qilishi mumkin emas, mutlaq mumkin emas. Anda bo'lgandan keyin ota-onaga yerda yaxshilik qilish emas, bolalarning ota-ona qilgani mukammal xizmat qilish, xizmatni voyaga yetkazib qilish, xizmatni mukammal qilish, xizmatni qetirqinib qilish, mushu ma'noda keldi. Yaxshilik qilish ma'nosida emas. Shunga Qur'on Karimdagi shu men shu Qur'on Karimda ihson muhsin degan oyatning hammani suzib chiqib, hammasiga mufassirlar nima debdi deb, hammasiga ayrim oyatga kelgan o'rinlarga qarab, ajnaq ma'no aytdik endi unga. Endi Qur'on Karimda yaxshilik ma'nosi kelgan bor. Masalan, Qarunga deydi: "Va ahsin kama ahsanallohu ilayka" deydi. Allah sana yaxshilik qilgandek, sen boshqalarga yaxshilik qilgin deydi. O yaxshilik ma'nosida tamam, yaxshilik ma'nosida. Ammo innalloha yuhibbul muhsinin. Vallahu yuhibbul muhsinin. Uni kazalika jazaul muhsinin. Payg'ambarlarning bayonini qilib bo'lib, sura Anbiyoda boshqa suralarda payg'ambarlarning bayonini qilib bo'lgan oyatlarda kazalika jazaul muhsinin dedi. Biz mukammal ish qiluvchilarni ashundoq mukofotlaymiz. Biz yaxshilik qiluvchilarni anda mukofotlaymiz desam, oddiy ma'no olib qoldi. Yaxshilik qiluvchi, yo'lda ketib qolgan bir odam ko'tarilmayotgan bir narsa ko'tarib berdi. Bizning ishkazini supurib berdi. Bizki yoki bir yanchuqida elqa ortiq qilib qolgan tangi puldan qutulish uchun da pul berib qo'ydi. Yaxshilik qilib qo'ydi. Bumi yaxshilik endi. Bumi yaxshilik deb atildi endi. Ammo Qur'on Karimning niyati degan yaxshilik bunda yaxshilik qiluvchi emas. Mukammal ish qilgan. Alloh taolaning amr farmonlarini mukammal o'rindigan. Allah Teala'ga vahiy yetkazib itoat qilgan, har ishni mukammal qilgan payg'ambarlar. Shuningdek payg'ambarning qissasini kazak najil muhsinin deydi. Mukammal ish qilganlarni oshunda mukofotlaymiz biz deb aytadi. Shuni biz uni mukammal ish qiluvchilar dedik. Ba'zi yerlarda amal ibodatni mukammal qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'radi dedik. Ba'zi yerlarda ishni mukammal qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'radi dedik. Ashu mufassirlarning deganiga qarab, ashu oyatning siyoqiga qarab tafsirladim degan bo'lsa, hani bir-birlab ma'no aytib keldik. Anda bundalar bir yerga ma'no aytib qolib, tamam, muhsin deganning ma'nosi ma'lum, butun Qur'ondagi hammasining ma'nosi shunda bo'ldi. Anda emas. Har yerda kaga yerda farqlanadi. Ash kaga yerda chunki munosabat o'xshash emas. Ajna. Uning nega nima o sabr degan gap to'g'risida arablar hammani sabr deydi. Ammo arabchada 3 tane ma'nosi bor sabrning. Arablar o'zi tushunadi. Shunda odamlar olimlar sabrni tushundigan vaqtda shuni deb qo'ydi. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, as-sabru ala aqdarillah. Bunun degan gap Alloh taolaga ibodat qilishda mustahkam bo'lish, chidamli bo'lish. Gunoh ma'siyatdan, kishining haqqini yevilishdan, yomon ish qilishdan o'zini tutish. Allah Teala'nınki takdirge razı buluş. Benim şu üç mana. Sabırның. Ama bizde hemmesi sabır. Guru elqe sabır qilsan, gurudan halı pişidi degan o'xshash bizde hammaga sabır deb nima qiladi. Ama hammani sabır deb qo'ysak, bu yerda chatoq chiqadi ekan. Bu yerda ba'zi birinchi ma'noda kelgan, chidamliq ma'nosida kelgan sabrdan misol keltirib baksam, Robbis samawati val ardi va ma baynahuma va fa'buduhu wastabir ibadati deydi. Allah osmonlarning va zaminning va ularning orasidagi narsaning Robbidir. Anda o'g'ankin Allohga ibodat qilgan. Va u ibodatda mustahkam bo'lgan, chidamli bo'lgan. Wastabir ibadati, ibodatga sabr qilgan degan bo'lmaydi endi yerda. Ibodatga mukammal pardoshlik bergan. Undan keyin va'mur ahlaka bis salat wastabir alayha deydi Rasululloh. Ailandagilar namozga buyurgan va uni ado qilishda sen bu qattiq chidamliq bo'lgin. Ado qilishda sen chidamliq bo'lgin, chidamliq qilib avval ko'rsatgin ularga, uniki ulug' qilsin. Ikkinchi ma'nosi o'zini tutib olishdiki nimasi? Fasbir ala ma yaquluna va sabbih bihamdi robbika qabla tulu'i shamsi va qabla al-ghurub deydi. Payg'ambar ularning so'zlariga, kofirlarning behuda, yomon so'zlariga sabr qilgin. O'zingni tutib olgin, ochiqlab ketma. Sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari, kun petishdan ilgari Robbingga madhiya aytqin. Va in aqabtum fa'aqibu bimisli ma aqabtum va la in sabartum lahu khayrul sabirin deydi. İman etqanlar, agar intiqom olmoqchi bo'lsangiz, sizga yomonlik qilgan odamdan intiqom olmoqchi bo'lsangiz, o'zingizlarga qanchalik yomonlik qilgan bo'lsa, shunchalik intiqom elinglar. Agar afu qilib olsanglar va in sabartum, agar afu qilib olsanglar, afu qilganliklar uchun bu sizlar uchun yaxshidir. Shu oyatni siyoqi qalab tarjima qilganlik.
Üçüncü ma'nisidagi qadarga sabr qilish bo'lsa, ve beşşir sabirinellezine amenu ve beşşir sabirinellezine iza asabat musibet qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Özüge birer musibet kelgen çağda biz elbette Allah'ın igidarçılıqıdımız, çokum onun dergahı qaytımız deydigan sabr qilguvchilarga xoş bisharat bergin. Fasbir sabran jamila, chiroyli sabr qilgin. Tamam, bu bizning biz deydigan sabr. Ama Kur'an-ı Kerim'de natijiq yerda kelgan sabr Resulullah'ın mustahkam tuğun, cin tuğun, berdaşlık, fidanlık boğun degan ma'noda kelgan. Masalan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul deydi Resulullah'ın. Ey peygamber, iradelik peygamberlerge o'xshash chidamliq bo'lgin. Yoki iradelik peygamberler chidamliq bo'lgandek, sen chidamliq bo'lgin. Endi u ya'ni iradelik peygamberler sabr qilgandek, sen sabr qilgin desa, sabr qilgin. Beshinga ursimi sabr qilgin. Mushriklar buzaqqasini sabr qilgan, yurtini qo'g'lab sabr qilgan, musulmonlarni asmi sabr qilgan, yahudilar suiqasdga sabr qilgan, sabr qilgan emas. Chidamliq bo'lgin. Allohning yo'lida chidamliq bo'lgin, nahayat keskin bo'lgin, batir bo'lgin, qo'rqmas bo'lgin. Bunda ma'ni aytishningki bir qarinisi bu yerda buni ishorat qilgan. Ulul azmi deydi. Ulul azm irodelik payg'ambar. Irodelik odam degan qandaqda sabr qilib jim yotamdi, irodelik odam bir ish qilamda. Irodelik payg'ambarlarga o'xshash chidamliq bo'lgin. Berdaşlık birdigan bo'lgin. İradelik peygamberlerge o'xshash. Bu yerdan irodelik peygamberlerge o'xshash sabr qilgin desa, sabr qilgin. Biz shunga asha hamma narsa sabr deb qilganligimiz uchun zulmga sabr qilgin, yomonlik qilsimi sabr qilgin, hammaga sabr qilgin. Peshingni ko'tarmagin. Mushundaq tashviqli jiq bo'lib ketganlik uchun millatimizning iniga, zolimlarning zulmiga sabr qilgan, sukut qiladigan, ashundaq bir narsa singib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bizning Qur'onimiz anda sabr qilmagin. Berdaşlık vergin, chidamliq bo'lgin, kurash qilgin, qo'lingni kelganini qilgin deydi. Şunu biz ayetlerinin hemmini ancak sabr doğrusu kelgan ayetlerin hemmini sabr qilgin deb qo'ysak, o chaqda o yaxshi bo'lmaydi hamda. Masalan, vel asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati ve tevasav bil haqq ve tevasav bis sabr. Şada haqiqatni tavsiya qilganlar, hamma odam ziyon ishida faqat iymon etganlar, yaxshi amalni qilganlar, haqiqatni tavsiya qilishganlar ve ash haqiqatda chin turishni tavsiya qilishganlar, andin buni mustasno. Ve tevasav bis sabr sabr qilishni tavsiya qilishganlar emas. Chidamliq bo'lishni, chin turishni tavsiya qilishganlar. Amaliyat shunday emasmi? Chin turinglar deymiz. Alloh taolam bizni dinini chin turing deydi. Rasulullohimiz mustahkam turing deydi. Ilmlarimiz mustahkam turing deydi. Herkes sabr qilib chin turing demaydi. Shunga o'xshash oyatlarniki haqqini berib, endi bilgancha shunchalar qildik. Endi birisi kelib, balki Muhammad Yusufdan necha hassa mukammal qilgan albatta chiqadi. Çünkü mening qilganim oxirgi ish emas. Bizning qilganimiz shu Isroildan kelgan Alloh taolo bergan ilmni ishlatdik. Mening ishimni herkes mukammal deyolmayman. Bir qadar endi o'zimningki ba'zi tirishchanligimni ko'rsatdimlar deya olmayman. Buningkin texmi mukammallashishi mumkin, texmi buningdan mukammal yaxshilar chiqishi mumkin. Lekin mening butun ashi hissiyotim inson deganda bir da'vo ikisi bo'lishi kerak inson. İnsandan qalbida bir o't kuyish kerak qoldi. Mening kichigimdan tortib ko'nglim kuyayotgan bir o't kishilarga dinni Alloh taolo ko'rsatgan, Rasululloh tatbiq qilganlik nayt oson qilib sunish. Qiyinchilikdan, dindan nafratlantirib qo'yishdan yiroq qilish. Masalan, shu din va hayot kimin savoliga javob degan kitobimni bizning vatanga 20 mingdan beri nusxa kirib ketgan o O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning tarixida rekord qirdi. 3 qatim nashr qildik uni. Har qatim 2 mingdan 3 mingdan nashr qildik. Shunda jiqta qoldi. Bu kitobning asosiy maqsadi mendagi yongan bir o't kishilarga dinninki shunda o'ng'ay etizliqdami yashab o'tgan, masjiddami yashab o'tgan, bozordami yashab o'tgan, ish o'rnidami yashab o'tgan, yo'ldami yashab o'tgan, hamma yerda qilg'il o'tgan shunda o'ng'ay ibodat. Ya'ni mu'minning hayoti agar sen niyetin Alloh taoloni rozi qilish, yo'lang Alloh taoloning yo'lida ko'rsatgan bo'yicha bo'lsa, butun hayoting ibodat bo'ldi, bunga shak yo'q. Uxlag'iningmi ibodat, yemak ichmakingmi ibodat, hammasi ibodat bo'ldi hamda. Shunga shu kitobda mening yuritib berishga maqsad qilgan narsam shu dinni kishilarga
intayin o'ng'ay, intayin shu ya'ni qabul qilarli shaklda shundoq yaxshi bir shaklda yuritib turish uchun ixcham savol javobli qilib shunday qilgan. Ma tafsirdagi tarjimadagi va keyingi chiqmoqchi bo'lgan tafsirdagi maqsadmi endi Alloh taoloninki deganlarini xalqimga shu o'tul shu naytib tushunishlik shundoq ochiq bir shaklda yetkazish bularning kelgancha uniki xato qilishgan xato kelganimizni Alloh taolodan afv so'raymiz tövbe qilamiz Alloh taologa endi yaxshi taraflarimiz bo'lsa agar qabul bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lgan bo'lsa bu Alloh taoloning fazli va bu sharaf ya'ni Alloh taologa xos biz Allohninki bir ojiz bandasi Alloh taolo bizni bu ishga muyassar qildi Allah bunu muyassar qilmagan bo'lsa, mushuni nasib qilmagan bo'lsa, ilmni bermagan bo'lsa, mush imkoniyatni bermagan bo'lsa va mush ko'nglimizda mushunda o'tni yondirmagan bo'lsa, bunda ishni qilish mumkin emas. Anda bo'lgankin buni qildiruvchisi Alloh taolo bizga ato qiluvchi Alloh, shu alhamdu va shukru hammasi Alloh taolo xos. Allah razı olsun. Şu olarak atalgılar hakikaten katı qatlar. Ben şu tevekkül meselesinde mesela benim düşünüşümce hatta bizim bazı hadis kitaplarımızda var mesela bir sahabe de tügüsünü yokup koyan bir sahabe tügüsünü izleyip mağda şuna olan Peygamber Aleyhisselam sorundaydı. Onunla tüyanı bağlı koyan müddetinde tevekkül kıldım diyen tevekkül tabi işletti şu şey adamı. Şunun ben Allah'a tevekkül kıldım ve bağlamak dikende bu adam. Diyen de Peygamber'in sen Allah'a şirketi diyen mezmunda bir hadis var biz. Şu hadisini aklımız getirge baktım demek ki bu okul şerefli var. Bu şu Cenab-ı Allah'ın tevekkül diyen bu şu sözünü mu xudu biz Uygurlar daha hazır siltep gidip getle izahı loğatta tesbih edendik veya bizden hazır istimaldı ki tevekkül qilish, qaramsarlik bilan antin hech qanday sistemasiz. Sistemasi shunday qo'y, masalan, bekim tavakkulchi deydi. Anaqa qo'rqmay bir ishga mudag'aliqqa, bir ish qadamni tavakkulchi deb qo'y. Tavakkulchilik bo'lmaydi bu ish deydi. Faqatla ta'kim ma'nosida Alloh taologa tavakkul qilish, Alloh taolo chin dilidan Allohning ishonib Alloh taologa esilish. Uning boshqa izohli demelerni dediler kelimelerni ben ötkende bir ilan kılgan yani çıkırıp koyma Xudoyim bilsin 10 necha turlik anda söz nima istiloh var şu xato tarjima qilinib kelgan buning ichida istijoba da'vatulloh masalan Allohning da'vatini ijobat qildik deydi sen ijobat qilgan nima deding ijobat qiluvchi Allohning da'vatini qabul qildik masalan uningdan boshqa jiq bir gaplarmda uni men to'g'ri chiqarib qo'yman şu Arapçadagi istilohda Arablarning qo'llanayotgan nimasi emas masalan nisbat berish desa nisbat degan nisbat binasini nisbati mansub qilish endi bizda shunga o'xshash 10 necha turlik endi uni men keyin Facebookda anda chiqarib qo'ymay yani davomini uchirganni anda yozib qo'yyapman bunda qalam tavritgan qarindoshlarning foydalanishi uchun deb biz shu ishlatayotgan jonliq tilni bakroq asos qilib shundoq Qur'on va hadisninki shu delili bo'yicha ayda ma'ni kerakda hamda jiq hamda shundoq masalalar desak bu bir programda hammasini deb bo'g'lamaydi hamda nurg'un bilan bormda ammo eng yaxshi shu o'qib chiqsa yaxshi o'qisa shu chog'da bo'ladi hamda inshaalloh bu tarjimaları sizinki sizin bergan ecrilerini eğer xalqimiz vatanni bo'lgan bo'lsa hakikaten çok adamla faydalandı ama şundaqdımı biz hazır Xitoy ne kadar bizni yo'qotishga etken olsa Allah'ın bir filanı var. Xitoyning bir filanı bo'lgan bo'lsa shu tarjimalarni xalqimiz bilan inshaalloh yuz ko'rishgisi. Sonra şu kelimeler to'g'riliq to'xtalganlar mana bek azidi masalan onun başkaları şükür kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de biz en köp hata tushunib olgan bir kelime ben Araplarninki izahlı lug'atdan da köp habiliş baktım. Mesela men lem yeşkurun nasa lem yeşkurullah deyimiz var da o meşhur bir hadis. Allah insanlara kıyaklar minnettarlık bildirmegen adam Allah'a minnettarlık bildirgül degan minnettarlık bildirsen. Bunun başka mesela Kur'an-ı Kerim'deki şu şükür bilen ayet münasebetlik
Men de ben şekerden de azidennekum. Eğer sizler Allah'a minnettar olsanlar biz köpeytip verimiz. Şükürün adel karşılıkı ve en kefertum inna eğer tuzkorluk etsenler birinlerken benim cezayirni intihar kattık mesela. Şu kelimeler, nurgun kelimeler bak yani inşallah bunu birlikte kezip çıkarıp halkımızın takımı dinimizle mükemmel bir şekilde Türkiye boğusu. Oğul Kazım Hacım sizden yine katılgan gep sözler olsa payımlayın sizden. Programımızdan ki vaktimi uzurab ketdi. Aslında gapni ixcham qilib xalqlar birga malol bo'lib qolmoqda qilib sunishimiz bekliyoruz. Bugungi kunda hozir vaqt eng o'yin bo'lib qoldi. Endi Yusuf Qarajimning yo'q degan gaplarni hammalar angladik, ko'rarmanlarmi angladigandi. Hani gap ketmaydi. Bu tirishchanliklarda shunga men yuqorida degan hozirga qadar yetib kelgan tarjimaninki javhari uyg'ur tarjimaning javharida. Endi shunga men bu yerda Yusuf Qarajimga ikki og'iz gap va xalqimga bir xitob bilan so'zimni oxirlashtirman. Yusuf Qarajimdan Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan bu xizmatda jiq tirishchanliklarni ko'rsatdi, jiq jafolarni tortdi. Sizlar hozir deganga o'xshash xalq shukr qilmagan odam, minnatdorlik bildirmagan odam Allohga minnatdorlik bildirgan bo'lmaydi. Biz xalqimiz albatta muhimda bir tarjimani ro'yobga chiqarganlik uchun shukr qilishimiz kerak, rahmat aytish, rahmatimizni, minnatdorligimizni bildirishimiz kerak Yusuf Qarajimga. Bu nimaga kelsak, shu tarjimalarning, tafsirlarning keyindan gap bo'lish bu yangi odat emas, yangi ich o'tirib chiqish emas. Butun mashhur tafsirlarni yozgan mufassirlarning hammasi bunday xafalikqa tuhmatlar qolgan. Bir mufassir hozir qadar xalqninki ba'zi qisman shaqilarning fitna fasadlaridan xoli bo'la olgan emas. Hatto mayli shu İzrailning yozgan tafsirning mufassirning keyin bo'lmasin, tafsir yozgan Sayyid Qutbning keyin bo'lmasin. Hatto shu eng ma'ruf tafsirdan tafsir Jalalayn obdan musulmonlar ichida e'tirof qilingan, musulmonlarga manfaatli bo'layotgan tafsir. Ash tafsirini yozgan vaqtidami nurg'unlagan fitnalar o'tirib chiqqan. Bo'libmi bu tafsir Jalalaynni ikki ustoz yozgan ikki kishi, shuni Jalalayn deydi endi. İmam Suyuti mahalliy bilan İmam Suyuti nimadiki mahalliy bilan İmam Suyuti, İmam mahalliy, İmam Suyuti ikki bilan Jalaliddin mahalliy, Jalaliddin Suyuti. Bu ikki Jalaliddin yozganlik uchun Jalalayn deb atalgan. Ustozi avvalgi Jalaliddin mahalliy tafsirni Sura Kahfdan boshlab ilan nasqichilik oxirlashtirgan. Sura Kahfdan ashqal o'zgarib tarjima qilgan vaqtda tafsir qilib vafot bo'lib ketgan. Ana ustozning kelgan yeridan bu Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh bu o'tirg'i chiqib tarjimani boshlab bitkazgan shu vaqtida ulamo degan 20 yosh atrofida yetadi. Shu nimaniki tafsir qilishga boshlagan vaqtda Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhning tafsirini boshlagan vaqtda shu tarjimani bitkazib chiqqandan keyin nurg'unlagan hasadxo'rlar qavashga boshlagan. O mushunda Allah'ın kalamını bir hürmet kılıp bir küçük balığı tefsir kalamdı. Bunun tefsir kılışka yeşil salayet toşkan mı? Ama bu kişi tefsir kılışının bütün salayetlerinin şartlarını üzerinde hazırlayan. Bir şart çal koymaya hazırlayan. Nayet küçükünden tırışıp okup. Fakat yeşil küçüklük sebepten nurgulgan ihanetten kalkan. Şuna şu tercümenin mi? Tercüme olsun, tefsir kılışı olsun bunun nurgulgan ulamalar tarafından oturup kılgan onunki nimalar şartları var. Bu hozir Uyg'ur tarjimaning bütün şartlarını hazırlaganligiga men şahit Muhammed Qarajimninki. Şuna Ustoz Muhammed Qarajimning sabrlik bo'lib xizmatga davom qilishini, ya'ni oldi qo'lida bir asarlar var. Hatta burgan planlari var. Bu shubhamay xalqimizning menga kelgan javob bu bo'ldi deb Tahama ilham elib Allah'ın ecri ümit kılıp devam kılgalık hep işineme hem ben şunda kılışka çakırım he. Uygur halkımdan mı kitabım tokum bu Kur'an-ı Kerim'den tercümelerini köp okuş gerek. Sen dünya ahirette bir izzet erişeydiysen Allah'ın ki Kur'an-ı Kerim'den şu tercümeleri öyle tanışkan. Zaten bize mağruf şu Kur'an-ı Kerim bilen münasebet bo'lgan narsaning hammasidan ulug' bo'lganligi. Masalan, Qur'oni Karim
oylarning ichida Ramazon tushdi. Ramazon shunga hamma oylarninki ulug' bo'ldi deydi. Qur'oni Karimni vahiy olib tushgan Jibril alayhisalom shuning bilan butun payg'ambar firishtaning ichida eng afzal firishta bo'ldi deydi. Qur'oni Karim Muhammad alayhisalomga tushdi. Muhammad alayhisalom butun payg'ambarlarning afzali bo'ldi. Ya'ni demak buni har qanday bir shaxs, har qanday bir millat mana shu Qur'oni Karim bilan bo'ladi ekan, Qur'oni Karimni oyatini tatbiqlab o'qib tushunib qildi ekan, bu millatning ulug' bo'lishida, sharafli bo'lishida, izzatni topishida shak yo'q. Har qanday bir millat Qur'ondan yiroqlashir ekan, Qur'onning tarjimalari o'qimaydi ekan, foydalanmaydi ekan, uning har zabillik yashaydiganligida ham shak yo'q. Ama tarixda biz aytganidek biz bir qancha yil jaholatga o'tgan. Voy Qur'onga tarjima qilsa bo'lmaydi, u bu deb berumat bo'ladi deb biz Qur'oni Karimning tarjimasini ajdodimiz, atbularimiz zamonida anglayolmabdi ekan. Keyingi davrda ulamolar aqlni iqtisodda Alloh hidoyat qildi. Bu Qur'oni Karimning tarjimasini o'tirib chiqdi. Qur'oni Karimning tarjimasini ulamolar qilishtirib, tarjima qilish ba'zilar joizdan tortib, hatto vojib, hatto farz kifoya degan Qur'oni Karimda. Har xil millatlar o'zining millatiga tarjima qilish. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo Qur'onni yetkazishga buyurgan, payg'ambar alayhisalom ballig'ul oyat, ballig'ul mendan bir oyat bo'lsa yetkazinglar degan. Bu oyat. Buni yetkazish nima bilan bo'ladi? Buni yetkazish shu o'zining har millatning tillariga tarjima qilishdan yetkazib bo'ladi. Dinni yetkazish, Allohning vahiylarini yetkazish. Butun dunyo inson musulmonlarga arab tilini majbur tanqilolmaydi. Arab tilini o'rgansa hamma dunyo musulmonlar arab tilini bilib kelsa, bihonamat nimaga yaxshi, Allohning fazli. Lekin o aqlimizga uygun emas ki butun dunyo musulmonlarga arab tilini majbur qilolmaydi. Cenab-ı Allah insonlarni har xil tilda yarattı. Shunga har millatning ulamoları bu Qur'oni Karimni o'zining shu tarjima qilishninki, tafsir qilishning shartlarini hozirlagan holda bir qancha tafsirlarning, bir qancha tarjimalarning chiqishiga ehtiyojimiz bor. Ustaracım dedi, bu hozir qadar Uyg'urcha tarjimalarning eng afzali bu, eng foydalisi, ammo buningdan bu tarjima digilolmaydi, xalqning ehtiyoji qanday digilolmaydi. Ya'ni inshaalloh taqa nurg'ulg'an tarjimalar o'tirib chiqish kerak. Şu gap uzarab ketib qoldi. Men bütün Uyg'ur xalqimni o'zining izzatini deb uchun to'qim o'sha Qur'oni Karimning tarjimalariga qaytishiga tavsiya qilaman. Qur'oni Karimni endi arabchasini o'qitirish kerak, arabchasini. Arabchani o'qigan bilan chiqarib tushunmaydi, bilmaydi. Shunga shunda go'zal tarjimalar ro'yobga chiqdi. Buningga yo'qsa Cenab-ı Allah'qa bu tercümanlarımızga rahmetimizni bildirish bilan birga mush tafsirlardan foydalanishga, mush tarjimalardan foydalanishga chaqiraman. Hammalarga rahmat.